بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işləyən dostlar, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Xəbərlər bərnaməsinə xoş gəldinizlər. Bugün seshanba 14 yil Jadd ayının 2-si bu yer Mazar-ı Şərif şəhəri Balx Milli Radiosu. Bu saat xəbərlər men bilan İsaxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Balx viloyatining Tog'dorli ittihodiyasining rasmiylarining aytishicha, ushbu viloyati to 6 oygacha tavuqning jo'ja tavlidiga xudkifoyda yetishadi degan. Ularning aytishicha, Tog'dorli farmlarining faoliyatlari ko'p bo'lgani uchun tavlid zarfiyatlari ham ko'p bo'lgan degan. Naim Azimi Balx viloyatining bir kishi farmdorlaridan aytishicha, ushbu viloyatda yaqin bar 1500 tavuqdorli farmning faoliyati bor. Ularning aytishicha, ushbu farmlari lozim zarfiyatdan bahramand degan-ki, ushbu viloyatdan boshqa viloyatlarda ham yevariladi degan. بله در ولایت بلخ تقریبا 15-16 صد فرم مقداری وجود داره که تمام ولایت بلخ میتونه ضروریاتش برآورده کنه. Hamçinin Azimi janoblari izofa etgan-ki, oxir oylarda tavuqdorlik baxshida sarmoyaguzorlik ko'p bo'lgan va munazzam barnomalari tavlid kayfiyati yaxshi bo'lgani uchun qo'l yuzida olingan degan. انشالله اگر وضعیت میتونه ادامه پیدا کنه تا 6 ماه آینده از تولید چوچه هم خودکفا میشیم. از تولید گوشت و مواد خام و از کلش خودکفا بودیم. فقط مشکل چوچه هسته که تا 6 ماه آینده انشالله فابریکات شروع شده، مرغایش سر تخم به انشالله که از چوچه هم خودکفا میشه. Nur Muhammad Taraki Balx viloyatining xalqlaridan aytishicha, xalq va farmdorlar ushbu iqdomdan istiqbol etib aytganki, agar himoyatlari va munazzam mudiriyat bo'lsa, to tavuqdorlik ushbu viloyatda ko'p rushd etsa degan. زمین سوال چوجا زمین سومه تخمم زیاد زمین سومه نوکر هستن سرحدان ان شاء الله تعالی امارات اسلامی افغانستان والی صاحب ما مردم خیلی صحبت ها کردن که ازبکستان که تاجیکستان 6 تا نشسته کردن که ان شاء الله اونا گفتن که هیچ مشکلی نیست. شو روز ما مردم در خدمتتان هستیم که سرحد عبور کنه مشکل مردم حل شود. Aytilishicha, xudkifoyi daxili tavlidotda baxsus tavuqdorlik baxshida ushbu viloyatning avlaviyatlaridan deb voridotni kam etib, ish fursatlari farahm bo'ladi degan. Va boshqa xabar buki, Balx viloyatining moldori va ziroat riyosati sabzijotni tuxumini tavsiya bo'lganidan va ziroat vasoilini tavsiya bo'lganidan Dehdodi volosvolisida xabar bergan. Ushbu barnoma Dehdodi volosvolining ziroat va moldorlik xizmatining umumiy menejeri Mavlaviy Hasibullo Ubayda Balx viloyatining ziroat riyosatini rasmisi Abdulg'ayur va sanoat inkishofi muassasani texniki timining huzurida tatbiq bo'lgan. Ushbu barnomaning jarayonida sabzijotni tuxumini tavsiya bo'lgani va ziroat vasoillari muxtalif qishloqlarda tavsiya bo'lgan. Rasmiylarning aytishicha, ushbu sabzixonasi mundan oldin necha qishloqda faol edi-ki, lozim tajhizotni farahm bo'lishi bilan tavlidotlari ko'p bo'ladi degan. Aytilishicha, Balx viloyatining ziroat va moldori riyosati ta'kid etganki, ziroat faoliyatlarini ko'p bo'lganidan himoya etgan ushbu riyosatni avlaviyatlaridan deb shunday barnomalarni ushbu viloyatning muxtalif volisvolilarida idomasi bor degan. Va bu ham bir xabari varzishi. Unified musobaqalari olmush varzishkorning o'rtasida Mazar Sharif shahrida barguzor bo'lgan. Ushbu musobaqasi Balx viloyatining tarbiyat badani riyosatni ushbu musobaqaning jarayonidan nazorat etgan degan. Rasmiylarning aytishicha, ushbu musobaqalari Balx viloyatining tarbiyat badani riyosatni Razmi varzishi federatsiyasi tomonidan barguzor bo'lgan. Hamchunon Balx viloyatining varzishi riyosatni buyrug'i Mavlaviy Nur Alam Badr varzishkorlarni tashviq va himoyat etgani uchun ushbu musobaqada huzuri bor edi. Aytilishicha, ushbu musobaqa hadafi yoshlarni unified varzishida tashviq etgani uchun barguzor bo'lgan-ki, bir ro'z idomasi bor edi. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni Alloh mutolga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان.